1,5 ming kvadrat va hozir qurilishi davom etib turgan obyektlarga 2,5 ming kvadrat tom uchun sendvich panel xarid qilishyapti. Bugun biz Andijon Bog' Shamolda joylashgan Tandir oilaviy restoraniga tashrif buyurganmiz. Ushbu mijozlarimiz bizdan umumiy hisobda 15 ming kvadrat sendvich panel xarid qilishyapti va ko'rib turgan taraflaringga xonalar qilingan, u tarafga 1,5 ming kvadrat va hozir qurilishi davom etib turgan obyektlarga 2,5 ming kvadrat tom uchun sendvich panel xarid qilishyapti. Xo'p, ushbu maydonda 100% ayollar hamda bolalar dam olish maskani bo'lyapti. Umuman erkaklar qo'yilmaydi. Xo'ja akalar kelib, bemalol uydagi ayollarni, bolalarni olib kelib, o'zlari mana bunday oshxonada maza qilib, xohlagan ovqatlarni yeb, prirodada dam olib ketsalar bo'ladi. Do'stlar, ko'rishlaring mumkin, nima sababdan aynan ushbu binoga sendvich panel talashyapti. Asosiy sababi izolyatsiya. Ya'ni mijozlarimiz bilishadi, sendvich panel qishda issiq, yozda esa salqin havoni 100% ta'minlab beradi. Aynan Bertus Group sendvich panellari sizga rasmiy 10 yil kafolat, 100% servis xizmat hamda sifatli o'z ishini ustasi bo'lgan mutaxassislar tomonidan ishlab chiqarib yetkazib beriladi. Ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumot hamda buyurtmalar bersalaring bo'ladi va albatta videoga like bosib, bizga obuna bo'lishni unutmanglar. Sizlar uchun o'z kanalimizda mana shunday foydali joylarni va sendvich panellar haqida jamiki yangiliklarni ulashib boramiz.